Assalomu alaykum. Men ismim Jonibek, 15 yoshman, Qashqadaryo viloyatidan keldim. Biz Ovoz bolalar loyihasini boshladik. Bo'sh vaqtlarimda futbol o'ynab, gitara chalishni yoqtiraman. Kamerani ko'rib hayotimga nima bo'lganlari esimdan chiqib ketdi. Gitara olib sekin Instagramga yozishni boshladim. Internet tarmoqlariga chiqishni boshladim. San'atga 2-3 yoshligimdan qiziqishni boshlaganman. Oyim har xil san'atkorlar diski, konsertlar olib kelganda, oilada san'atkorlar bo'lmagan, bir o'zim san'atkor bo'lishni niyat qildim. Orzuyim bor. Bironta yaxshi ustozga shogird tushib, xalq artisti bo'lib, san'atkorlashda o'z o'rnimni topib, qarigan chog'imda ham yaxshi yotish. Agar pul qolmasa, Botir Qodirovdan qarz olib turaman. Xullas, Golosga qatnashishimdan maqsad o'zimni iqtidorni namoyish qilib, ko'proq tajriba orttirish. Qatnashaman deb o'ylamadim. Tavakkal topshirganman. To'g'risi. Chiqqandan keyin haqqa qo'shiq aytishga ham tavakkal etib ko'rganman. Endi hozir jiddiy yondashdim. Ovoz loyihasiga. O'rtoq rejissyor nima deyman? Hadiya o'yin shaxsiyati. Yo'q, Rossiyada. Rossiyada. Ha. Hech ishlaganmisan qayerda? Ha, ishlaganman. Nima ish qilgansan? Xalq boshlagan. Ha, sizlar oilada ayron sotganman. Somsa sotganman, shashlik qilganman. Keling, shashlik aka. Aka, sizlar keling. Qish quyganman, beton quyganman. Shu gitarada ko'chalarga chiqib aytganman. İlk birinchi ishlab topgan pulim bu bakalashga teri sotgan bo'lsam kerak. Birinchi biznesni o'shandan boshlaganman. O'sha biznesdagi pulni ko'paytirganman-da, metallon sotishni boshlaganman. Metallondan ham pul yiqqanman-da, velik sotib, velosiped olganman. Hozircha qo'rquv yo'q, lekin raqiblarimizda hammasi kuchli, o'ziga yarasha talanti bor, iste'dodi bor. Menga ustozlar qarashidan ko'ra Toshkentdagi joyga borib, sahnaga chiqib ustozlarning ko'ziga ko'rinib, qo'shiq aytyapti degan faxr nikohini ko'rish menga muhimroq. Ай, молодцы! Группа поддержки хорошая. Ranadek ajoyib dilrabodirlar. Meni Majnun shaydodek ko'yingda bir gadodirlar. Kecha kunduz eshigingda g'onu nolalar qilsam, kecha kunduz eshigingda g'onu nolalar qilsam, qanchaki men navo qilsam hanuzam benavodirlar. Qanchaki men navo qilsam hanuzam benavodirlar. Borib so'rdim tabiblardan, bu dardimga davo bormi? Tabib aytdiki, ey nodon, bu dardning bedavodirlar. Qani Laylim, qani Majnun, qani Shirin bilan Farhod. Ular o'tdi bu olamdan, bu dunyo bevafodirlar. Ular o'tdi bu olamdan, bu dunyo bevafodirlar. Ne hayajonlanasiz? Hayajon